Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men O'razi Faxriddin Isoqovich, Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining pedagogika psixologika kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugun sizlar bilan umumiy pedagogika fanining ikkinchi modeli pedagogika tarixi fanidan 3-mavzu Sharq uyg'onish davrida pedagogik fikrlarning rivojlanishi mavzusi haqida fikr yuritamiz. Reja quyidagilardan iborat. Birinchisi, Mahmud Qoshqoriyning Devoni lug'ati turk asarining ta'lim tarbiya masalalari. Ikkinchisi, Yusuf Xosxojevning Qutatg'i birlik asari Pandnoma asar sifatida. Uchinchisi, Ahmad Yugunakining Qibbati u haqoiq asarida didaktik qarashlari. To'rtinchisi, Kaykovskiyning Qobusnoma asarining tarbiyaviy ahamiyati. Abu Abdulloh Xorazmiyning didaktik qarashlari va oltinchisi, Abu Nosir Farobiy, Abu Rayhon Biruniy va Abu Ali bin Sinoning asarlarida pedagogik fikrlarning ilmiy pedagogik qarashlari. Xo'p, tayanch so'zlar Muhammad Qoshqoriyning Devoni lug'at turk asaridagi ta'lim tarbiya masalalariga maqollar. Odamning olasi ichida, yilqiniki tashqarida. Yusuf Xosxojevning Qutatg'i birlik asari Pandnoma asar sifatida. Qutatg'i birlik asari baxt saodatga erishuv, bilim, ta'lim degan ma'nolarni bildiradi. Demak, asar nomi bilan ham uning Pandnoma, nasihat, ta'lim tarbiyaga oid etik, didaktik asar sifatida har tomonlama yetuk insonlarni tarbiyalaydigan darslik ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Qutatg'i birlik asarida Sharq Pandnoma turkumidagi an'anaviy kitob tuzish tartibiga rioya qilish kerak. Chunki avvalgi nashr muqaddimada so'nggi 73-bobida 73 bobdan iborat kitobning mundarajasi berilgan. Dastlabki 11 fasl bevosita debocha bo'lib, hamda ulardagi o'sha Qoraxonni mat etish, ta'lim tarbiya maqsadi, 12 jarayonda o'sha ta'limning ahamiyati, muallimning o'sha o'quvchilarga nisbatan o'z faoliyatini to'g'ri ifoda etish, ezgulik haqida, bilim olishning ahamiyati, kitobga nom berishning izohlanishi, keksalikdan afsuslanmaslik kabi falsafiy ma'lumotlarni ifoda etadi. Ahmad Yugunakining Qibbatul haqoiq asarida didaktik qarashlari. Asar 14 bobdan iborat bo'lib, dostonning dastlabki 4 bobi analariga ko'rga muqaddimaga bo'lib, 5-bobidan asosiy qism boshlanadi. Bu bobda asosan bilimning ahamiyati, jaholatning zarari, til odobi, dunyoning foniyligi, saxovat va baxillik, kamtarlik va axloqning o'z faoliyatida to'g'ri aks ettirib berilishi namoyon bo'ladi. Asar boshida ta'limning ahamiyati va insonning barkamol bo'lib yetishida asosan bevosita tarbiyaning to'g'ri berilganlik darajasi va uning xususiyatlarini ifodalab beradi. Shuning uchun adib asarlarda axloqiy tarkibiy qismlar sifatida tilni tiyish, dunyoga muhabbat qo'yishning oqibati, saxovat va baxillik, kamtarlik, jinoyat yo'lidan qaytish, halol va haromni farqlash va ulardagi bir-biriga bo'lgan munosabatlarni izohlab berish imkoniyatlarini maqollar orqali biz o'z xatti-harakatlarimizni ifodalash imkoniyatlarini biz o'zimizning xatti-harakatlarimizni to'g'ri ifodalab berishimiz kerak. Kaykovskiyning Qobusnoma asari tarbiyaviy ahamiyati. Kaykovskiyning o'zi ta'kidlaganidek, butun bir asar oxirgi bobiga ta'rif beradi. Chunki bu jarayonda Kaykovskiy barcha fikrlarni va tushunchalarni sening uchun kitobga yozdim va o'sha berilgan har bitta fikrlardan to'g'ri izoh olish yoki bo'lmasa o'zimizga kerakli bo'lgan fikrlarni izohlash imkoniyatlarini birinchi navbatda berilayotgan har bitta fikr yoshlarga nisbatan ularning aqliy va axloqiy, jismoniy jihatdan to'g'ri tarbiyalanganlik darajasini o'z hayotida va jamiyatda o'z o'rni topishga bo'lgan munosabatlar yoshlar faoliyatida ifodalanishidan dalolat bo'ladi. Kitobda
berilayotgan har bitta xatti harakatga nisbatan ta'lim tarbiyaga berish quyidagicha izohlanadi. Birinchisi bilim olish haqida, ikkinchisi hunar va turli kasblarga ega bo'lish haqida, turmush va xulq odob qoidalari asoslari izohlanishi, jismoniy yetuklik haqida. Chunki berilayotgan har bitta bilim olish haqidagi fikrlarni ham biz to'g'ridan-to'g'ri o'z faoliyatimizda ifodalashimiz kerak. Chunki bu jarayondagi bo'layotgan har bitta holatni biz maqollar orqali ifodalab bersak bo'ladi. Chunki bu jarayonda halol va haromni farqlash, axloqiy poklik, izohlanish imkoniyatlarini mana shu yerda biz ko'rib chiqishimiz mumkin. Bugungi o'tiladigan mavzular mana shulardan iborat edi. Kimda qanday savollar bor? E'tiboringiz uchun rahmat.